Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. Partlagan sükut programımızın 3-cü sanını görüşlərini qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalqun. Qadirli qarindoshlar, bugünkü söhbətimizdə inşallah biz bu programımızdaki 1-ci sanıda fikrini eliş üçün stüdyomuzda təklif qılğan və körüş sanı nəhayət köp ta hazır məsələn təxminən 2 ay olub qaldı. 1-ci san programımızın ötküzgülü. En körüstanı, en köp boğan dünyanın her qaysı yerlerden nəhayət köplügən inkaslar kelib bizden stüdyomuzga çıkıp bu vatandagi zulüm bevosita özünün ailesi kelgan bu vahşi Xitoyninki zalimligini tushundirgandan dunyoga oshkorlagan ekan. Faqat Türk axborotlardan emas, balki dunyoning har qaysi nopuzluq axborotlarida bu mavzu qattiq tilga aylendi. Bizning televiziyamizda nəhayət köp sonda ko'rilmalarimiz ko'rib nəhayət yaxshi inkaslarni bergan programmaga taklif qilgan hurmatli Abdurahmon Hasan akamizni taklif qildik. Qimmatli vaqtini chiqarib kelib bergani uchun ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Rahmat. Alaykum assalom. Qadirli qarindoshlar, biz ma'lum bo'lgandek bu programmamizda, ya'ni Partlagan sükut programmamizda Muşu Abdurahmon Hasan o'xshash beshiga shunda kun kelgan va biz programmamizning 1-ci soni degan to'q e'lon qilgandik. Bu inshaalloh muhojirat yashayotgan har bir Turkistonlik, Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizninki har birisining sizga o'xshaydigan, sizdanmi vahshiy hatto jasadlarini topshirib bergan darajadagi minglagan har bir Sharq Turkistonlikning hikoyasi va beshiga kelgan. Bu inşallah tuncusu olmaz sizden aklınızda yani nurgulagan kişiler bu sizin ülke elip sizin ruhunuzun ülke elip Xitoyning bu zalimligini vahşiligini dünyaya aşkarlaş üçün biz cesaret kılıp kişiler bu yerga bu köp yani köpüyüp mağa deb bunu e'lon qilgan edik. Alhamdulillah onun kendinden bir qarindoshimiz kelgan bo'ldi. 2-ci sonda onun bilan o'tkazgan bo'ldik. İnşallah bunun için yana bununki kayni üzülüp qalmasligini xalqimizning muhojiratga erkin dunyoda yashayotgan xalqimizninki bu beshiga kelgan musibatlarni, beshiga kelgan oilasiga kelgan bu zulmlarni dadil shaklda texnik axborotga chiqarib anglitishninki muhimligi so'zlab yana so'zlamasak hammamizga ma'lum bir narsa. Biz 3-cü sonimizda yana shu Abdurahmon Hasan akamizni taklif qildik. Aradan bir 2 ay vaqtcha o'tdi. Siz 1-ci son programmamizda bu davanın keyinde ahirgacha mağdığanlıqlarını bildirgəndiniz. Ko'rilmalarimiz uning keyinde bu yerga chiqqandan keyin har xil xalqaro axborotlarga chiqdingiz, ular muxbirlar ziyorat qilgan bo'ldi. Televizorlarda chiqqan bo'ldingiz, mayli Turkiyada bo'lsin va xalqaro axborotlarda bo'lsin. Bu jarayonda siz hem xalqimizdan dunyoning har qaysi joylaridan sizni qo'llab nəhayət kuchlik inkaslarni sizga bevosita yozganlarmi albatta bu ekanligini dedingiz va bizning torbatimizda nəhayət ko'plagan inkaslar keldi. Bu jarayonda siz nimalarni his qildingiz? Keyingi biz bilmaydigan yana nurg'ulgan narsalar bo'lishi mumkin va oxirgacha davomlashtirib Anqaraga borman degandingiz. Bu ishlar qanday bo'lib ketdi? Bu ma'lumot asaq. Rahmat bo'ldi. Men keyingi bu birinchi qatimliq onamninki, ayolimninki ko'rayotgan xo'rliq lagerdagi avval anlatgan bo'ldim. Anlatgandan keyin O'rta Osiyodagi Qozog'iston, Rossiya tabasi, O'zbekiston degandek davlatlardan va Hindistondan bo'lgan bo'ldi. Tilni bilmayman, hamda İngilizce köp sözünü yazdı, ballı tavsiye resim yolladım, oxbaq oldu. Səkim də hər xil şəkildə nim qiyinçilik var, iqtisadi ahvalınız haqqında o bundan degəndək bir ahval soraşlar. Demək bir dünyada hamma adam rezil satqın olmaydigan, yanıla köp xalq məli etiqad qanda olsun. Demək bir haqqaniyyətə, zulmə qarşı bir sap g'ururlik, vijdonli insonlar hamma millat tepiladigan. Bulardan nima chiqib berish, qanday bir ish bo'lsa biz tayyor degan inkaslarni qildi. Hammalarga rahmat dedim. Zulmni oltish bilan ularning boshqa ehtiyojim yo'q. Rahmat. Iqtisodiy jihatdan qanday ehtiyojim yo'q. Xo'sh. Men hayotim bo'yicha pul topgan, tijorat qilgan, jon baxshdan boshqani o'ylamagan bir odam. Bilgan ko'rganimiz bu bo'ldi. Zulmni oltish bilan deb talab qildim. Navbatimda İstanbul'daki Türkiye'deki bir
Anqaraga bordim. Onamninki ayolımning sirtin ko'tardim, bolalarımning resmini ko'tardim. Yani shu davoyim dastlabki o'xshash bo'ldi. Xitoy hukumatining bosh talabim yo'q. Chunki meniki u lagerda turib, onamninki ayolimning u yerda xo'rligiga men qat'iy yo'l qo'ymayman. Men chidamayman. Chunki men bir normal aql egisi, bir vijdonning g'urur egisi. Bu holatda men qo'sqim to'yg'anlik bilan shukr qilib yoki uni da'qib qo'yib, duo yaxshi, lekin sababi bilan duoning birga kelishi zo'rlandi. Xo'sh. Bir chiqqandan keyin sizga Xitoylar tarafidan yo telefonda sizlar aloqalashish yoki texnik tahdid etildish yoki sen gap qilma bundan keyin biz yo qo'yib o'tamiz oilanikilar degandek sizlar aloqa qurdimi Xitoy? Şu istiqlolga chiqib 15-yilga chiqdim birinchi oyning 17-yilda soat 11 Turk İstanbul vaqti. Şu ushirmagan qarinishimizningki 5-yilda Saratda uyda etdim. Vechettin. Onu aldım, açtım süratlik. Şu qarinishimiz inim Abduqayim Hasan, ishkalan mashinani oldida Abduqayim Hasan bor, keyinida xabar bergan qiz bola bor. Rolda tağadım şu Gobada deyinlik belki dadican olsun mümkün. Onu belki nazak şahapsını tuyup kaldım. İnim sözlette bizden oyla, ağaçlarını oyla deb bana yumuşak yerden geldi. Böyle şularını gibi de pişirdim de edemden şey cincir sözleydi degandek. Onu sözletkizdi ona, onun saçlarını jüp sakallarını yastık degandek çıktı o. İnimiz ne? İnimni. Ufkam dedim, ufkam anam için Emma Allah kurbanlık olsağını erziydi. Çünkü anam dünyaya bir keldi de. Anamның xorluğu menden yol koymayım, kim ne çidemayım. Çünkü yetti bana bək çoğun qıyğan, 30 işlеген, 70 yaşı taqılıb qalğan yeş bir. Kütülüş, nemsiz basqıçı turan ana da anamız. Bu xılavalda o anamның xorluğuğa, yani menin sükut qılışımğa qat'i yol yoq deb qarayım. Çünkü bir normal bir Uyghur degan bu özümüzning qon sistemimizni, özümüzning bir e'tiqod sistemimizni bilmaydigan odamlarga nisbatan ol tushunimiz kerak. Lekin sog'lom bir Uyg'urga nisbatan bir onasi, ayol bolchaqlarining, qarindoshlarining u yerda xo'rliqni his qilmaslik, uni inkos qilmaslik men xiyonat deb bilaman. Bir millat nuqtasidan. Bu diniy nuqtadan aslo bir nifoq bo'lmaydi, kim bo'lsin. Bugungi bu xo'rliqqa misol 2 milliondan ko'p odam lagerda. Bu lagerda xo'rlayotgan xo'rlig'ini ko'ratimiz, suratlarini ko'ratimiz. Demak, bunda o'limjiq o'ng'aytimda. Demak, bu yerda xo'rlab yo'qtish, xo'rlab o'ldirish. Xitoyning maqsadi. Aniqlab bir hukm bo'lib qoldi. Demak, bu unda mening oxirgi onamningki yoki onam qo'yib berilgan yoki etib bergan Xitoy. Ishkining biri kelgan qadar bu davoni ko'tarma. Undan qilib qolsa to'xtatishim mumkin ekan. Ishkining bir kelsa men to'xtayman. U bo'lmaydi ekan, men davomli onamning oyog'ini sirtdan ko'tarma, zada ashulninki etibas to'xtayman. Chunki endi Xitoy bir kompartiya chigandan tortib bizning vatanga o misol onamning dadisimi, onamning dadisidan kichik qolgan. Bu gapni men onam deb bergan emas. Bu hozir so'zlanib tinmaslik gaplardan ko'rsatib ketdi. Onamning dadisining ismi Mehmet Bey. Lekin men ko'rib bakmadım da onamma özüm onam aslında dadisining ismini bildi, lekin dadisining chiroyini eslayolmaydi. Demek ki medeniyetini inqilabı degan nimada. Yani onu burun kompartiya chirib bilan shu 2-3 yil qolmay yo'qotgan, shu yo'qotib ketganman şimdi. Onu bir cho'ng bir qaradim, kichik vaqtimda degan azroq lan. Xo'sh. Odam o'lib ketdi. Demek ki onamın dadisi cho'ng oldi. Bugun kuniga onam yana dadisim kompartiyaning qo'lida o'lgan bo'lsa, onamni yani shu xo'rliq bilan o'lish. Chunki ilgirki hech bir zaman tarixida bo'lmagan bir xo'rlab yo'q deb o'tish nimasida ma'lum bo'ldi. Men bunaqa davomli isyon ko'tarma. Anqaraga bordim, bu davomdan Anqarada Millat Partiyasiningki yig'iniga kirish eg'zida turdim. Onun kirgicha davlatningki bexatarlik shu yig'inning butun mas'ul bo'lgan boshqon akamas bosh taqshilib kirin qo'ymadi. Bu nima qilgan deb ko'rgandan keyin bu qattiq gap. Bu onamni o'ldirgansan bilamsan deb to'sqan bo'ldi. Tushundim, desam, başbakan so'zladim. Hech bir son sıkıntı yo'q.
Anladı, halanın kıldı. Kirgizib etdi. Kirib 2 saat yaqinlashgan vaqtda bir alayda saqchi kiyimi var, ya askarninga o'xshamaygan, ya oddiy saqchi o'xshamaygan bir kiyim bilan ikki turk saqchi qarinchimiz kirdi. Kirib Turkiya qonunidan ya saq o'ltir degan gapni ko'tarib ko'chada meng'isha. Degan bo'ldi. Anqchi bu yerda xalq borda, turk xalqi bor. Men bu yerda men gerçi ilgari his qilmagan bir to'yg'in his qildim bu yerda. Erkin davlatdagi bir ajoyib bir adolatni tunji qatim Anqarada ko'rdim. Bu saqchi birodarimizda bizni ekitishga haqliq degan gapda turkcha. Lekin bu turk yoshlar cho'nglar daral yopirilib org'ilib bu Turkiya bu Turkiya davlatida bu turkning ovozi chiqmamda qanday qonun, qaz qonun degandek har xil savollarni saqchilarni biraz yarım saat saqchi onun xalqning gibi javob berdi. Yana ishimni qilaverdim, taqdim tutib. Ondan keyin ular javob berib bo'lib, saqchi birodarimiz kelib menga qardosh sen o'ltir deganni keyinga qo'yib, cho'jiklarim nerede, bolalarim nerede degan tutib, buni qil, matematikani taqat deb o'chib ketdi, chiqib yana yarım saatdan keyin yana balkim shu lozunkaning ustiga balkim halqa Xitoy doiralari degandek bir narsa bo'lmagan bo'lishi mumkin. Balki hozir o'ltirmasdan uning keyin men o'qning pulini men beraman deganda masalan Turkiya hukumatiga qartilgan bo'lishi mumkin deb o'ylab qolgan bo'lishi mumkin da uniki. Xitoy doiralari degan gap bormi yo'qmi? Ya men Çin degan gapni o'zim qizil qilim taqdim deb yozgan, Çin hukumatiga deb. Ya onun davam emas. Ular shu bevosita Xitoy diplomatiyasida konsuldan xabar kelib qoldi. Birdan shuningda konsul deb o'yladim. Ikkinchi qatim men kiyimki harbiy saqchi kiyim yo'q. Ikki qarinchimiz kirdi. Ular kirib bunu bir aslan bo'lmaydi. Bunun yeri boshqani namoyishmanda ya aç bir açma qilincha. Deb siylab kelib qolgan bo'ldi. Yanlab o'g'lim o'xshashdan natija yan turk xalqi bu adolatni yoqlaydigan bir xalq ekan. Biz vatanni qo'rqib, cho'ng'oqlik uchun buni his qilmabdik. U yana orqa saqchilarning atrofiga yig'ilib bu turkning ovozini anglatish qanday yasa, qanday qonun, bu Turkiya bu degandek savollar bilan uning pasportini tushirdi. Demak, o'g'lim bir qarinchi mumkin boshqa yerda bizni cheklamaymiz, har zaman boshqa yerda qilayver. Xohlasam bizni nima qilinadi, lekin bu millat Turkiya konsulxona bor aldinglar. Nemisininki yig'in to'plantı yig'ini olganlik uchun yaxshi kelib qolgan bo'ldi, lekin ma'qul dedim, men chiqib axborotga gaz ochdim ishkilasini turk yoshlarimiz suratda atib so'rab biz sana nima ish qilib birmiz deb ko'p bir qalbimizga istash qildi, ko'tarib xush bo'ldim. Ondan keyin u yerdan qaytib ketdi, soat 12 bilan ayrıldim. 8'de bağın 12'da ibadet qilgan bo'ldim. Konsulga berish nimasida bir akimizdan bordik, bir muxbirdan birinlan o'qitgan. Borgandan keyin u yerda bir saqchi mashinasi ikkisi bor. Fuqarocha kim kelmagan saqchi turk saqchilardan Xitoy konsulxonasida 5-6'sı bor. Tushsaklanam shu gap qildik, avval yo'qni his qildik. Opa akimiz dedi. Yana bir buni normal bu Uyg'urlarning hammasi biz bu boshqa qarindoshlar desakmi chiqmaydi. Butun avlod tutib ketgan. Adam jiq anglaymiz, lekin mana davom degan olmaydi. Sizlar bo'lganki bo'lsa vaziyatni muxbirlardan oz bo'lgan 8-10 ni men topay. Jiqib ankim endi kelnak. Endi aytibsam biz foydali emas. Gapimiz anglasin foyda olgan bo'lmaz dedi. Buni bilan qaytib keldim. Yana borma. Demek hem de ben anamninki, ayolimning ve qarindoshlarimninki Xitoyninki lagerda bo'lsin, turmusda bo'lsin bir kez chiqar emas. Ben buni davomli inkas bildirma. Bundagi mayli qaysi davlat boray, bu anamning taqsi ko'tarma, anamning u yan asli degandek, olmayoqdek ikki usulning birisi bo'lgan qadar anamning davosini qilma. Undan keyin qanday bir tuqunum Xitoy turmusiga kirdi ekan, lagerga kirdi ekan. Men ikkinchi bosqichda hammasining suratlarini chiqarib bergan Istiqlolda, boshqa axborot vositalarida bu ölüm cezasını turmak çegelik tukalımga talep qilishi mumkin. Çünkü men vatandan ayrılığını azı bir yıllab açtı. Bizdeki muhacirat ustozlarimiz, siyasi liderlerimiz belki vatandan ayrılıp ketgan uzun bo'lgan bu yerda. Bularning tushunishimizda biraz farq var deb qarayman men. Vatanni tushunishimizda. Vatanni tushunishimizda. Çünkü vatanda men bu lagerdan ilgirdim 2011'da bir hozirgi
ko'pincha siyosatchilarimiz yashagan davrda Ha. zaten hozirgidek klima emas. Unda emasda. Avcaqda bir saqchiqanlar bardı, misal her rayonda bizden tavallikda. Hozirda emasda. Siz ham yangi chiqdingiz. Lekin men yangi chiqdim, men yashash men ya shunday his qildim, men kichkim tijorat bilan shug'ullangan. Demak bir Xitoy hukumatiningki misal Uyg'urlar qo'yilgan bir qonunga, shu qonunga to'g'rilab biz boj to'layotgan chaqda parlament to'lay olamiz, bekitgan bojni. Lekin boj qonun prinsipini menda yozsang bo'ldi, menda pasport olsang bo'ldi, menda kimlik olsang bo'ldi degan hech programmalar bor. Lekin Xitoy xalqi kelib uni udillan ola oladi, lekin biz uni tavatimizda kimlik bor, odatda bir kimlik degan narsa bizning yurt adresimiz, yurt adresimiz, mal adresimiz aniq bor narsa. Bu bo'lgan taqdirda yani biz xato olamiz hamda. Bir ya tava saqchiqandan dadidni kam tutdinganda. Tabii biz baş xatni biz bakaga baqqani hayotim yo'q bunun. Ve Xitoyninki qonunini biz tanqisib tunishtirishni demak Uyg'urlar cho'qim pul bermay bakaga olinmaydi. Demak o'zining haqli bir yashashga doir qonun siyosatlardanmi? Shuni shaxsiy hal qilmay shu tanqis tutgan amaldorniki yashanmaydigan bir avvalda. Ve bunu men bunu keyingi bosqich to'xtalib demek ben 2011'de dadam bir ejiga bir ömekten bastırı degan bir mal bir kim kuşkan qo'yib dadamni. Dadam ilgari bağalım men dada ömek qatnashmasa deb to'sdim. To'sdim dadam bir kun gap qilmaydi, yani bir kun deydi, yo'l sağın balam, yo'l sağın dedi. Adam bo'ldi bu oxirgi nimasi qilindi dedi. Ma'qul deb dadamninki talab arzu bo'lganlikdan ömek qatnashtirgan bo'ldim 2011. Xo'sh. Şu 7-ci ayın axırı 8-ci mezgil to'g'ri keldi. Bu Parzajga 10-ci ayda bo'lgan vaqt bo'lish kerak. Qashqar viloyatlik diniy maktab yig'ida bo'ldi. Chiqqandan baradigan shu nomzodnomasi. Hajga baradigan Xitoy hukumati, Xitoy kompartiyasi tashkillab unda Qashqar viloyat havasidan 500 dak Uyg'urlar bordi. Ömek sanvajil Parzajga. Xo'sh. Şu sandan içinde adam kirdi. 3 gün bo'lgan vaqtda men chiqmagan aqcha onam bolamni tamoqqa chiqib bergan dedi. Odatda tamoqni cho'ng Tömey darvozadan sirtdan bino ichida. Tömey darvozadan bir goboning ichki saqchi turdi ekan. Shu yerga tamoqni qo'yib qaytilganmiz. Shu yerga to'lab qo'ygan, shu yerga ko'rishgan. Ishchi girish cheklangan ekan. Xo'sh. U yerda mening bir taniydigan bir viloyatlik Qashqar viloyat hukumat ishlagan bir akamiz ushlab qildi. Ve kasını kulağım tuttum, başlayıp içip gitti. Darvazı çıkaran biraz razı olmagandek bir xil olmayıp qargan boldu değil, lekin o adam perva qilmay. Bunu tosam mı demiş geldi. Tamam gidip kirdim, ikinci qavat chiqsam, kirishim bilan bir koridor uzun. Şu Qashqar viloyat diniy maktabda o'qigan diniy talib bo'lsa yaxshi bildi o muhitni. Shu yerda 500 ga yaqin odam bir qavatda ekan, er-ayol aralash. Bir sinfda 30dan 40 chidan yotadi ekan. Partinin bütün şirketi borunluqlarına. Yadi. Yagel 14 kunlik bir suni gilan bor. O sabta dadam çapını beşiqib yetibdi. Öyden köp yastık olmaydı ekan. Hamma ajimlar çapını beşiqib yetibdi. Bütün Qashqar viloyatining boylari yig'ilgan bir kambag'al yo'q endi uning ichida. Chunki 38 ming necha yuan kompartiya shu berib kelishga qoladi. Onun da o sanlar qilish uchunmi avamsizlik degandek bizlar ayrim shu songa kirgizish uchun da ayrim parvada. Onunki Nail'de belki 50-60 milyon 10 milyon dolar etabida parvalen çırğan salındı bu. O basan bir kağıt vermeydi. Yolun 5'idila qarlash başlandı desle yani. Ha, demek 2011'de gap bu. Demek az bir hech qilman degan bir bichorliga, Qashqar xalqining bir boylarga. Bu qattiq qiyas sinib, anga hojat chesam hojatxon ayollarninki shu ikkisini oraliqda 3 metrdan 2 kishini oraliqi bor. Ayollar deb o'chirib turgan erlar bu yonda purab ketgan onun ichi. Chunki bir 500 dan bor, masalan, bir 150lik 200 ga yaqin o'quvchi o'qiydigan bir sinib nimasida yotgan odam ayollar aralash bir sinib har bir ayol yotqizibdi. U yerda purab ketgan odamning oshining ichi chiga odam og'rib qoldi-da. Men ham dadamning ko'nglida tamoqni yeb qo'yib o'tda odam qishida. Ya da otadım. Dada nima qilatlar? Sabah tavda bular. Allah ecrini bir da dedi. Çünkü bizning Uyg'ur xalqi qatmuqat xo'rliq yashgan bir xalq bo'lg'ach mumkin. Bu e'tiqodimiz nima? Xo'rlansak, savob bo'ladi degan bir aqidamiz sanglik bizga. Biz islomda sharaf bilan yashasaqmi bizga savob bo'ladi deslar. Men shunday tushundim, e'tiqodimda. Demek bu çoğun xorlanish shart emas bu bizning vatanimizda, chunki biz
qatma-qat bir qo'sh mustamlikchi yashaganligimiz uchunki, ashunda o'ngsan qopdim. Dadam savab bo'lalam da dema deb nima qildim, men bo'ldi deb. Tamamını bo'ldi, yarım soatda bakteriyasi o'tdim ichida, chiqetdim endi. Demak, men bu kunni ko'rgan. Bu dadam tarbiyalagan odam emasda. Faqat o'qitmas degan nomni balkim o qandacha o'qitib bilmadim yerda. Lekin chaqchaqlashib yodligini qilib ekan. Lekin jimi ajimniki arayal ashmanning ko'zining atrofi o'qiy yaxshimaydi misol liqyotgandan keyin uydan chiqib ko'rib qaradamlar. Qattiq yotgan shuni ko'rganman. Demak, bu bugungi lagerdagi ba'zi chiqayotgan suratlar meni onamdek Alloh tarbiyalangan. Haramga opirimiz deganlar bu holatda bo'lsa hamda yo'g'on pul qaylab maqoldilar. Normalde terbiyelerimiz deb atalmışman lagerlar solvaganlar qaysi holatda anlarning ahvolini suhbat qildik ana o'tgan qatim. Vaqtida hamda shu davlat kadrininki u qadar ig'ir sharoitda yashash. Hamda shu sizlar bu chiqqandan keyin mesela ardından shikoyatni ortiq o'tdi, xalqaro axborotlar chiqdi. Faqatlam istiqloldan chiqiblam to'xtab qolmasin. Bu yerda chiqqandan keyin nurg'unliqqa muxbirlar ziyorat qilgan bo'ldi. İngilizce BBC'da mi chiqqan bo'ldi? BBC borda. Mushkamga masalan bir mayli bu yerdagi Xitoyning g'olchilaridan bo'lsin, xoin Xitoyga ishlaydiganlardan bo'lsin yoki bevosita ishchidan bo'lsin, sizlar bir tahdid kelib qoldi. Yo'q, ishidan shu abim deb o'tib ketdim. Vishinda shu inimning og'zi bilan tegizgan bo'ldi. Aka bizni o'ylab, ashlarni o'yladi deb onam uchun azaq xorlansang, jabatasan arziydi. Degandan keyin uni nim gap tugdan keyin keyindan fikrm dedi, o'zingning turayotganing diqqat qil. O'zing ig'olaka dedi, bu mushoqqa. Aşılının gibimde. İnimni azar qildi bizde. Shu qo'qosang shu bo'ldi o'tiribdim. Endi keyin o veshjet uzildi. Bu yerdan bir ma'lum odamlar jiddiylan izlab kelgan, yollangan askarni otgan ba'zi inqilobchilar izlagan bo'ldi. Ular bir narsa yozib Birlashgan Davlatlar Shtati Uyg'urcha talabni o'tirib qo'ysa deb. Chunki bugun 15-yillar bir istiqlol xabar berdim. Şikayet qildim. Samala atgan gap. Men dedim, men buni aqlamayman. Bilgan bu xabarda men hozirla mandat qilib demayman, aytib bersin degan xatni yozaman. Shu boshqa gapimni tushuntirman. Chunki kompartiya men degan aytib turadigan yoki men degan narsa qilib turgan davlat emas bu. Bir diktator hokimiyat. Men unda falon narsani bersin demayman. Lekin men bu yurakdagi gapim shu. Uni xo'rinib ketganidan chunki biz ölen işinde olan bir xalq Uyg'urlar. Ya 5 yıl uzun yaşa, 10 yıl uzun yaşa. Bu ne mesele emas. Hem Xitoyninki o lagerga chigan odamni men keyin qo'yib turib normal yashash qo'yib turib ishonmayman. Shu bu vaqtda men talbim yanına etmasin deyman. Bosh talbim qo'ymayman degandan keyin bundan unda gap bo'ldi. Demak, bu odam bir mavhum odamlar. Undan keyin boshqa ta'did bu nima bo'lmadi. Facebook'da avazroq qo'yganim uchun shu namalım ismilda nasihat qilgan savdasi aqalli bo'ldi, lekin boshqa alarning bo'lmadi. Lekin men shu onamninki yana bu yer xo'rinishiga g'oyibona izdiraksiz yo'qolib ketishiga qat'iy sukut qilmayman, davomli bu kurashni davomlashtirman. Siz suhbatingizdan birdan bir sirti qolgan bir inim bor degan tan shu vaqtda. Shu joqda. Keyin suhbatdan keyin chiqib ularga telefon qilib hozir belki büyük ihtimalle işçide oluşu mümkün. Akıl etken oluşu mümkün. Sizge haber kan ayalma işçide oluşu mümkün. Elbette, elbette. Bunu anlayan diken bir vicdan azabı his kıldınız mı mesela? Ya aşlarını tıkıp koydum diye. Yok, çünkü bu bir inqilab hem daha inqilab şekli bir akbarat. Çünkü Erzey'den bunun için de o Kızılal kardeşimiz, hemşerimiz bana uçur yetkizgen basıma. Ağaç inim sırt etti. Inimni tutmaslıqdan belki men boshqa o'ylaydim uni. Belki meni yo'q kelib qolsa degan fuqultishdan emas deb o'yladim. Chunki men inimga Roziyatninki 6-7-yillar xat bergan, onamga o'xshash. Shu tarbiyalash lagerida o'qish to'g'rili xat bergan. Ona xabarim bor. Ufkam nechimi, onam nechigan ishdan. Ashuna o'yladim, shu meni bir yoki yaqinroq kelsa, deb meni ko'z tutgan bo'lishi mumkin, shuni tutma deb o'yladim. Demek ondan keyin kirdi. Men onda vicdan azabı his qilmayman. Chunki bu bir ona uchun qanday bir normal
bir munofiqlar bo'lmagan sap Uyg'ur, sap e'tiqodli bir qanday dinlardan bu dinlarga nisbatan aslo xiyonat, o'zining qarindoshlarininki da'vosini qilmaslik, buning ismini atamaslik bu odamlar ko'zimga vatanda ko'rgan munofiqlarni bu temini gap qilmaydim chiqib qoldi. Buning rezilligi qo'sqilan to'ysa, mayli ayollar xo'rlansin, mayli onlar xo'rlansin, hamma rozi bo'ladigan bir inson lekin dunyoda ko'rinishi. Keyingi oxiratdagi animlarni bizlar yaxshi bilishlar. Demak, shu insonlar har qanday xo'rlik roziligini ko'rgan vatanda. Chunki men ishga oshxona vaqtman Saydiya Markazda 60dan 70 edim ishlaydi. Shirkatimda uning edim ishlaydi. 70-80 edim ishlaydi. Bunun jarayonlarida men saqchiqonlar bo'lgan aloqam davomli shu birisinin kimlik yo'q, birisinin vaqtli bo'lsa yo'q. Chunki Uyg'urlar bir yangi shahardan ko'n shahardan chiqgan edim. Çoxum ciddi vaqtli bo'lsa tutulmasa, o mu qonunsiz. Misal, onu el qilishni men kunim shu yerga ketdimda. Shu munosabatlar ketdi. Shu yer ko'zim tushgan ajda ba'zi avvalli bormdi. Demak, undan boshqa bir g'ayr normal dasbi halol tomoqlan baqqan bir insonlar misal bu cho'qim haqliq bu o'zininki, ota-onasininki, qarindoshlarining da'vosini qilish bu bir haqliq da'vo deb qaradim. Chunki bu da'voimning haqligini inqirat ko'rdim. Qonun mesela ba'zi narsa cheklangan bo'lsa-mu, yana xalqningki istashligi bu yerda, yana xalqning erkinligi men ajoyib bir kuch va jasorat berdi bunda. Demak, men da'voimning texim bir kuchli da'vo ekanligini. Chunki men pul verdim ya boshqa narsa demedim. Men faqat onamni yoki jinoyatlar bitalsa, etib ijro qilsa, pul men berma, da'voim yo'q. Eğer undan olmayken çok anam sırt turuşu ben normal aloqa ko'rishim kerak. Undan olmayken ben davomli kompaniyaninki o'zim yaşagan zamanlarda nurg'un isbotlar bor. Ba'zi Xitoy boshliqlari bor. Men o'zimning qonunliq bo'lgan huquqni qo'llash uchun ilm pul bergan kompaniyaninki shu rahbarlari bor, Xitoylar. Men buni pash qilmanda to'xtamaydi ham shu Xitoydan bir sado kelgan qadar davomli bu da'voda davomli harakat qilaman. Hatta Xitoyni siyosatlaştırgan Xitoyning aybini ochman. Chunki men yozdim bunimda aslında bu qiziqmaydigan bir odam o'tganim degan. Lekin bu onamninki xo'rlanishi meni bu sahnaga chiqishga sababchi bo'ldimda. Ittirini oldiga chiqishga. Aslında men bizning ustozligimiz qilayotgan bo'lgan ekan degan fikrdan bo'lib ketgan emas, xatolashib ketganman-da men. Demak, bu sahnaga chiqishga meni Xitoy kompartiyasi zulm ettirib chiqadi. Demak, bu siyosiy qadam besishim, o'rganishim, siyosat ba'zi tahlilini qilish majbur oldum. Yezivatıman ba'zi tarixni o'zim ko'rgan. Onun bunun ichidagi rezil siyosatlimi aniqlab yezib bir qismi bir kitob qilsam ish kitob bo'g'dak. Bir tarix bilan yezib qo'ygan. Ya'ni bugun shunga munosabatlik Xitoyninki ba'zi bir siyosiy qiltoqlarini, suiqasdlarni pash qilish maqsadida qo'shlarga kirdim. Bugun men buni oldiman. Lekin men haqliq da'voyim bo'lgan onamninki va qarindoshlarimning hech qanday tuqqanlarni turmada chiqman rozi emas. O'ylab ketsa mayli, Xitoy o'q dedi desak, mesela akam bir yilda ochdi hozir, tog'larim ochdi. Enim bilan yaqinda bo'ldi. Demak, uning ichidagi odamman bir kun yoki hafta kun o'tkazishga men ko'zim yetmaydi. Chunki men asl deb o'tgandek, normal pul xarjlab bergan vaqon hojimning kunini ko'rgan odam. Bugun lagerda chiqayotgan suratlar shaklda odamni cho'shida va qo'rqitdi. Men shunga bugun sizlarga ba'zi o'zimning tahlillarimni, ba'zi qarashlarimni o'tirib qo'ydim. Hozir 2 oydan ortiq vaqt bo'lgan siz sirtdan albatta Turkiyaning ichida nurg'unlagan qarindoshlarimiz mayli inkasdagi nimalar bo'lsin. Sizni qo'llagan biz sizning yanıngiz degan inkaslarni aytib ko'p masenga. Hammamizning ovozi bo'lib siz nurg'un xalqimizning ovozi bo'ldingiz aka degandek inkaslar. Sizni nurg'unlagan atrofingizda tanilgan insonlar bilan ko'rishgansiz. Faqat birla odam keldi kayningizdan. Xalqimizning sirtdagi yashayotgan insonlarning sizga o'xshab o'tirg'a chiqmasligining sababi nima? Nima chiqmaydilar? Bularning sababini chiqmas sababi men jiq paralashgan bo'ldim ba'zilar. Bular Xitoyda bir ma'lum vaziyat o'zgarsa yoki boshliq olmasa, chunki bular Xitoyninki mesela qadam mavzuning vaqtida tortib ishlagan siyosiy nimalarga diqqat qilmagan odamlar. Onu tushunmaydi. Bular da bir bana adalet qilib qoldi, seylerim qilib, jim tursak, qo'yib turib qoladi. Bu normal aqli odamlar 2 milliondan ko'p odam men isbotlab bera olaman. Bular chunki Jungodan aniq son sifirini elish
belki kuchli bir davlatni olamas mumkin buni. Cho'qim kompartiya bir yıkılışdan burun sansipini alınmaydı. Halbuki lagerning o'rni turmaning mesela Konşan aysan ikki turmasi bor. Biroq kon turmasini 2011'de cho'ngaytdi. Konşan tenderbiya maydonining yanida To'bay G'amati balg'os ko'rdi. Demak, yana birini saldi, 3-o'tirning o'tirbiga cho'ng. Demak, xalq hukumatidan yo'g'on kinsagan turmlari. Yangizanikini ko'rdim, yakannikini ko'rdim. Mesela atışning birisi vardı. Atışning ağı tağın arasına qarilib, sol tarafga ketgan bir 20 kilometr ya 2 silgan bir turum var. Ya berpaq mudaq. Lekin shu 20 kilometrlik egizda bir ish oldu. Shu yerdan kimligini so'radi, palonning tuqin yo'qlab keldim deymiz, xedimiz o'z ko'rsatamiz. Demak, 20 kilometrning ichida turma, ishdan chirmizanda. Aloqachi mandan kepti dedi. Keldik. U yerda bir harbiy tikcharli mashq qilgan bir harbiy nemis bor deb birinchi gumon qildi, hamma ayrılib chiqqan bir avval bosh yerda. Xo'sh. Bir harbiy qism bor deb qaraymiz. Shu tog'ning barg'i bir turmus oldi, onun jiqiga aylandik. Atışqiliq bilmaydi. Atış shahri sağan turni atışqiliq bilmaydi. Balki men davatgan turmulmi, balki ba'zi yaqindan chiqqan birodarlarmi yo bildi bilmaydi. Chunki yangi sahani, yangi sahan nayning ichidan 23 kilometr. Bizning bir shig'illiq tüp tizlanlik silingan, u ajoyib cho'ng. Adam bunu nima qildiganda 2014'da o'sha adam yo'q u yerda. Sep bitkizib qo'ydi. Da ko'rinisim bor. Demak, bu bir har bir musulmon yesli, mesela tarbiyalash degan nimalar bir dadiylik qilishli bor. Qashqar shahrida dadiylikda. Sizlar kelgan Sanspirda faqat o yezi yo'q, unda bir shahar, noya, viloyat. Demak, shu cho'ng-cho'ng o'rinlarning ismi tushganini men hemen tafsilga ko'rdim. Demek bu adamlarni qayt xo'rlab bu yerda bu qilib bo'lgan adamni qo'yib birdi degan men ishonmayman. Chunki bu yerda Xitoyning maqsadi mesela Xi Jinpingning bu daqiqa reislikka zo'rlik zo'mborlik bilan chiqishga birdan-bir sabab Jungoni qutuldirib qolish. Bu adamning plani Jungoni qutuldirib qolish. Lekin xatolash deb qarayman. Jung misol Xitoy ishtalib olganda bu. Chunki bu hozir Mao'ning vaqtidagi bir siyosiy bostirish harakatini bugungi dunyoda qilish bu bir aqlga muvofiq emas. Chunki bugun uchur dunyosi mesela Mao'ning vaqtida ko'maydi, hech qanday dunyo ko'maydi. Xalqni bostirib bo'ldi. Lekin bugungi dunyoda u odamni bostirib, hokimiyat saqlab qolaman degan bu bir xato bir siyosat deb qarayman. Demak, bizning xalqlarimiz bu yerga odamni tushunmaydi. Buni qo'yib turib qolamiz degan bir Xitoyning adolat tutgan nima degan. Men Xitoyning adolatiga ishonmayman. Chunki men shuning ishida yashab, sizlar degandek men bir komitetda xat olgan yo'sin, bir izdan odatli bir xat olgan yo'sin. Biz shuningga Xitoyning shaxsiyatini hal qilmasak, bizga u qonunning nimasini bermaydi yerda. Adresi biz pasport olgan chog'da men shirkat bor. Ba'zidan Yermenga chiqqan pasport ishlab biz qildik. Bu yerda misol Xitoylik bir o'sha to'g'ri kelmaymiz. Chirdi, qo'l qo'ydi, kimligini pulning nobosining kimligini pulini bir chiqdi deb pasport chiqdi. Lekin Uyg'urlar shirkatni kepil qilish, yana boshqa kadr kepil tepish, demak har birisiga chunki men shirkatdan pulimizdan qilmayman. Men az degan 5-10 ming foyda olmasam u kepil bo'lmaydi yerga. Biz ayol kadr kepil 5 ming dan olmaydi. Biz har bir organ 3 ming to'mondan tamosgan pullar olmaydi. Tekshirganga normal bespirish tamosgan grafisi bor. Çünkü normalden besbel siyasi meseleğe istiflak pullarını kıpamaydı. Demek bu gumansız bir adamlık mı? Demek şahsiyetini alqımızsa ya da iş beceriş mümkün emez bir yerde yaşadık biz. Demek bunu bu bizden adamlarımız ya düşünmeydi bular, lakin şu adalet kütüğün. Yani bunu ancak sohbetlerim dağıtma. Bu bir hıyanet. Bir vicdan icadetten bir hıyanet. Bir itikadi insanların eslah nifak bu. Doğru. Ben bu şeyde biraz kıstırıp koyayım ama şu Türkiye'deki belki bu qarindoshlarni ko'rgan bo'lishi mumkin. Şu Muhammed Emin Yıldırım deb Türkiye'de dağınıq tunulgan şu Peygamber Efendimiz'in sirat yani Resulullah'ın hayatı tercüme halına ait tədqiqat edip barıdığan kən köləmlik bir çoğun bir cemaatinin ki çoğun bir davetçi bir ustaz yani yaş özü Muhammed Emin Yıldırım bilen söhbət qilgan vaqtida şu qarindoshlarning ko'p mendan tordan so'rgan savollarning ichida birisini men şu anda sordum ben şu nurg'ulg'an hikoyasi va şu qarindoshlarniki sukut qilib turib olishiga qanday qaraysiz? Şu ota-onamga yoki oilamdagi boshqa birisiga Peygamber ziyon kelib qolmasin, u bu degandek har xil vahimalar bilan, har xil şu tushunchalar bilan yana şu Xitoyning elib berayotgan oilasiga elib borgan bu zulmlarni oshkorlamay
buni o'zi biliblam yurishiga bunun qanaqa qaraysiz shuni so'rab desam shu odamni deydi shu ham shu edi uyg'urlarimizning ichida tunmaydiganlar bo'lmasa kerak hozir nurg'ulg'an narsani ko'rib filmlarni odam ekan ya'ni hamda Sharq Turkiston ahvoli bu ahvolga mishinchilik bir ahvol kelibdi hamda yana nimani kutish kerak hamda ya'ni buning oxiri bundan boshqa bir yana bo'lgan ish zoti pichoq so'ngakka yetdi degan darajaga berib bo'libdi hamda har narsani Sharq Turkiston xalqi har narsa nim bo'lsin deyish kerak hamda chunki chuqur buni dunyoga ve bu Müslümanlar en aldı bilen bu Müslüman qarindoshlar şu dünyadaki mayli Türkiye başta buluş bilen birge bu da ayada buluvatkan Xitoyning elib berayotgan bu vahshiyliklarni cho'qim uchuq isboti bilan mana bilishi kerak bu bilgan vaqtda nurg'ulg'an atrofingizga odam to'plag'anda buni Xitoyning elib berayotgan bu zulmni texambak bir qatim qilmoqchi bo'lsa 10 qatim o'ylanib turib qilishga Xitoyni majburlaydi bu dilamda albatta bu cho'qim o'tirg'a chiqish kerak hargiz buni yoshirib çünkü şu hozir xalqimiz bir ta'bir qilish mumkin bo'lsa agar yo'q bo'g'izlash uchun qator tizilib qo'ygan bir qo'yga o'xshab bir ahvol kelib qoldi albatta sen bugun jim turgan bilan oyatni navbat bilan keldi sanaman bugun sening oilang tutmagan bo'lsa yoki oilangdan birisini tutib qolgani sirtda bo'lgan bo'lsa sirtda bo'lgani mangu sirtda qoldi deganlik emasda bu sana mı keldi o navbat yana akanga yoki adenge başka birisiga kelgan urug' tuqqanlarning birisi kelgan bu musibat ertugun balkim bugun sening beshingga mı keldi bu chuqum boshdan erkin dunyoda yashayotganlar chuqum ishchiliklarniki bir ovozi bo'lishi kerakligini ta'kidlab o'tganman ama shu odamda yana bir masalaga kirsak ham shu siz mesela abayimiz so'zladingiz bu savol biroz qattiq bo'lishi mumkin agar oilangizga bu ish kelmagan bo'lsa bir millatni har qanday bir millatniki yo'l boshchilari bu millatni yetaklab ma'digan millatga ko'ngil bo'ladigan insonlar ya bir yig'inchoqlab kelsak u millatning olimlari u millatning ziyoli o'qigan har xil bilimlarda natija qozongan bu ziyolilar va puldor kishilar bu millatni har xil sohadan yetaklab ma'digan insonlar iş ilgili ticarette muvaffaqiyat kazangan insanlar bu milletke köp hizmetlerini kılgan tarihte mi? Her kanda bir milletin içinde bu 3 sahadakiler birleşse, 3 sahadakiler gibi bir kılalsa o milletin yükselişi iş mağdurgan bir ekval. Siz bunların ki puldar sahası kirseniz, yani dediğiniz gibi mesela şu ailemge kemiyen olsa, şu eğer ailengizga bu musibet kelmagan bo'lsa apangizlar bu xalqning Sharq Turkiston xalqi buncha bola zulm tortyapti hech bu sohaga chiqmabdingiz yani o'zingizning ishini qilib yuraveribdingiz demoqchi chiqishim mumkin-da biroq boshqacha usul bilan nima qilishim mumkin men bu haqida kam to'xtalishni xohlamayman bazı akalarımız, çoğunlarımız ben fikirleşip kıldım. Yakınının kıyganımda. Onun bazı teşebbüslerim oldu. Benim bek yeterlilik degende kimde hukumun ağan. Oldum lakin siz degende mesela bazı hukumuşluğa deyin, meldeyini sağız bazımızın siyasi sağlık okuyan adamlarımız olsun yakın yakın paranlaşıp kıldım. Demek buldu mu bir xilmanlik biz yanına bir emeli bir meydan kömgerlikimiz için biz uzun mezgil ata-onamızdan davamlı ehtiyat korkunç bir vehim yaşanlığımız için biz de mesela ben Amerika'da okuyan, Japonya'da okuyan bir siyasi mütehassisler kardeşlerle bir sohbet etkizgen oldum yakında. Kısım ulanın karşıdan farklılık mesela şu 15-20 yıl aldı da Amerika'da yazılgan, Japonya'da yazılgan bir siyasi tahlil. Onun da Xitay'ın mandaqlışı yok degendek. Kitapның içigilan çoğun bu kitap bilan birga dunyoni kuzatish. Bu naslda bir xil men ojizlikni his qildim. Xitoyni tushunishimiz yani favqulodda ojiz. Gerçi siyasi Amerikada turib yozgan siyosiy tahlillar bilan Xitoyni tushundigan. Bu yerda men ba'zi gapni dedim, bu tem chetlanib ketdi. Chiqaversin. 80% Xitoyda qaloq bir nüfus bor. Men Xitoyning hamma shaharlariga asosiyatdan borgan. Demak bu Xitoyniki normal bir adam kulib bunda qaylasa, kulib qaylaydigan odamni 20% to'shmaydi. Bütün bu çoğunlukta. Çünkü Komünist Partisi'nin idare qilayotgan o'rinlardagi Xitoyning sapasi 80% nadan. İşte müşküm Türkiye vatkan adamın misal
Qashqardan bo'lgan bir vaqa va bir saqchini olib bergan. Biz bir Xitoyning masalan shu 3 4 ta'tayni o'gachirib, sodlashib. O maqsadning bo'lgandan keyin unaqa go'shtni yevitib yig'ini erishishga qo'ygan so'ngdan o'ziga tashlab qo'yib xotirjam yotgan. Adamning go'shti bek kuchliq, yig'in sukvasi adamning yosh turilmaydi degandek yog'dan berib olgan. Demak, mush ko'rinishlarning ya dunyo isbotini bor. Buni yezib xotirlamayapman. Ism kelganlarni ko'rgan bilgan. Demak, bu yerda Xitoyni tushunish nimasi yangi ojizlik bor bizda. Xo'sh. Shu men bu ba'zi ta'lilga ba'zi majburlab qolyapman. Ham ba'zi bir siyosiy qadamlarga hamda dadil menish mumkin. Chunki Istanbulga kelgandan keyin meni bu zulm o'qishga majbur qildi, o'rganishga majbur qildi, oldiga chiqishga majbur qildi. Hatto o'ylashga ham shu oyoq davoni onamning tuqqanlarimning da'vosi qilmak davomliq. Ya'ni ta'lilga o'rlashim. Chunki mush yo'limda shu inshaalloh natijani ko'raman. Natijani agar mush ko'rinmay yo'l ketib qolsam, rozi bo'lgandek men nimaga jasoratga va Xitoyning zulmining qattiq bir shuqurpalliga chiqishi meni ittirib oldiga chiqadi. Xo'sh. Demak, dini ustozlarimizda bu ya'ni Xitoyni o'z o'qigan bir ilm bilan Xitoyni tushunish, ta'lil qilishi osmon zamin farqli. Xo'sh. Misal shu muajoratda men dini ustozlarim bir necha ustozlarimiz arxitektor xizmat qilmayotibdi. Ularga shukr bavadim, shukr bavirma. Demak, yanlar ko'p biz biladigan ko'p ustozlarimiz ya'ni ehtiyot. Demak, qadirib kuchli kelsa, buning qalbida birinchi Xitoyning odamni kutish va ikkinchidan Xitoy g'alaba ketadi deydigan bu umidimiz yuqori. Bu cho'ng boshda bunday bo'lgandan keyin albatta kendi xalqiningki u ustozlar misol bizning siz aytgandek misol o'tgan Husayn Tajilmet 500 doktor bor dedi. Bu doktorlar ehtiyot nimasiga chirib olgandan keyin misol millat hurmatlaydigan, millat to'yga oladigan, boshqa oladigan odamlar bu xalqqa uning sukutimi xalqqa nima keldi ekan? Xalqning tam sukut. Xalqning sukut majburlaydi ekan, bu xalqning ufildigan bo'lgan turqi. Shundan ba'zi nimalarda yaqinda Yoqub Begningki siyosatlarni to'g'rida birdan bir to'g'ri siyosat ekan. Cho'qim bir millatningki beshib olgan ustozlar yoki oldin menish kerak ekan, yoki bo'lmasa uning og'zini javob bo'lib deb yashim solgan dunyoda. Demak, bu odamlar ziyonkashlik qildi ekan. Cho'qim ilm qaysi sohada bo'lsin, xalqningki bugungida xo'rlik qilgan kunda yetakchi rolni lazim ekan bular. Demak, bunda bo'lmagan odamlar demak shu masalan Yoqub misol jiqlarni misol zolim deb ba'zi qaraydi, lekin siyosiy nuqtada men unda qaramayman. Chunki biz ziyonliq ekan. Chunki men beshim kelgandan keyin hozir ta'lilda biz cho'ng ustozning turib olishi, misol sukut qilib foydasi bormi yo'qmi deb masalan vaziyatni ko'zlanmasligi. Misol islom din men yana bu tim kanib ketgan deytayni oldim keldi. Misol Alloh Qur'oni Karimda diniy sababim chiqamas lekin ancha-muncha o'qiyapman. Misol jihadni farz qildi, hadislarda farz qildi, bu urush hamda. Demak, buningki bir holati faqat hukm bilan farz ekan. Ba farzninki hukmi manda vaqtda zolim bostirib cheganda, masalan, huquqning tajovuz ushirganda yoki g'ururning tajovuz ushirganda yoki iffat nomusning tajovuz ushirganda degandek hukmi farz ekan bu islomda. Lekin buningki ruknlari, masalan, namoz tahoratning ruknisidek, namozning ruknisidek buning ruknlari yo'q ekan. Bu yerda nima qilding desangiz, men buningda demak har bir davrda suvdan gaz, suvdan o'tdan gaz, o'tdan buni yo'l kelgan ekan islomda. Demak, axborotdan bu davrda o'xshamaydigan bir misol. Misol bizning payg'ambarlarning vaqtida qilish neyzi bo'lsa, misol keng dunyo o'zgardi, misol o'qadigan bo'ldi, undan keyin to'pqat, undan keyin dengiz degandek bu davomli taraqqi qiladigan bir sokin bu. Demak, dushman qaysi yo'lda kelsa, shu yo'lda harakat qilish degan bu mezonni islomda kengaytirib etilgan ekan. Demak, bu men demak buning sababi bo'lgan kompartiyaning shu zulmi. Demak, men kitob ko'rishga men odatda bir qo'yib vaqtdan edim. Bu yerdan padva qo'yib vaqtdim, padishdan bo'ldi zamda. Demak, buni ko'rib biz yozishga majbur bo'ldim. Misol chiqnasi yozdim. To'xtamay fosh qilaman. Deb maqsad chunki onamningki men bu xo'rliqni men zoya qilib o'tmayman. Inshaalloh bu Xitoyningki bejaq osmonda onamning ro'yiti, xo'rlangan ro'yiti davomli portlaydi degan e'tiqod keldim. Demak, bu ustozlarningki sukut qililishi bu cho'ng sohada oxirida xalqninki uxlab qolsa falan doktor manda qildi degandek. Buni boshqa bir keyinimiz ko'p 4-san programmamiz qilsak, chunki vaqt biroz chiqib ketib uzun bo'lib ketsa. Bu bo'linaganda. İnşallah 2-san programmamiz shart to'xtaydi, ya'ni ziyolilar bilan baylarningki sukut qilib olish. Baylarningki.
baylarni siz quvvat edemsiz. Baylarni özünün vatandaki bolsun yoki sirtdiki bolsun ularning haqqini özünün rolini joriy qildiryaptamdi, qildirmayaptamdi deb mushu nuqtada qilib qolganimizdan boshlaymiz inshaalloh kelar qadam suhbatimizda. Hürmetli köpten köp rahmet etmem. Biz gap bor shu nimada. İnşallah şu keynimizdeki ikinci bir programımızda devam ettirsak. Hürmetli televizyon köşkler, şuna qilib bugungi Partlagan Sükut programımızın 3. sani müşahede ahırlaştığım vakit münasebeti bilen İnşallah yeni bir katılma sohbeti görüşeceğiz. Sizlerden Cenab-ı Allah tavşirimiz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.